Mana shu do'ppi qaysi viloyatnikini bilsalaring kommentariyaga yozib ketinglar do'stlar. Biz hozir qayerdamiz? Atmosferaga bitta baho beringlar. Ishonaveringlar, havo boru. Shunaqa toza, shunaqa tana boru, o'pkalaringizni maza qilib yuboradi, shunaqa yengil, bayroqlarni ilib qo'yishibdi. Manzaraga endi bitta e'tibor berasizlar. Kommentariyada yozib qo'yinglar do'stlar. Yana bunaqa joy, yana bunaqa so'lim jo'sha qayerda bo'lishi mumkin? O'zimiz O'zbekiston ko'prikni qaranglar. Bu toqdan u toqqa o'tgani yo'llardan qilib berishgan ekan. 350 metr ekan. Uzunligi bundan tashqari yerdan balandligi 154 metr ekan. Biz qanaqa joyda turibmiz, men qaranglar. Oyog'imni tagini asfalt yo'l, men o'zimni mashinam ko'rinyaptimi? Shishali yo'l ekan, shishali. Eng qizig'i, biz hozir nimani, bizni kim ushlab turibdi bilasizlarmi? Bitta akani qo'li mana. Do'stlar, bu joyda biladiganlar kommentariyada yozib ketsin. Ana do'ppi qaysi viloyatga bilganlar yozib qo'yinglar. Esdan chiqmasin, like va tikani urib qo'yamiz.